Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 17-noyabr sanasi ilk tabrikimiz Urganch shahri Olimp Gardenda. Bu yerda o'g'iljon onamizni, hoji onamizni farzandlari nomidan xursand qilamiz. Chiroyli tabrikni birga kuzatasizlar, boshlaymiz. Assalomu alaykum hurmatli onajonlar, hoji onalarimiz. Xayrli kech barchangizga. Alloh kayfiyatlar tilaymiz. Bugun Orzu jamoasi mana shunday fayzli joyga kelishimizning asl sababi bugun oila davrasida yaqinlar orasida tavallud temlanishib o'tayotgan o'g'iljon hoji onamiz borlar. Qanday o'zlar. Sizni tabriklaymiz. Chiroyli qarsakli onajonimizga tabriklab qo'yamiz. Onajon tabriklaymiz. Bugungi tavallud temlaringiz, shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'ling, farzandlaringizni rohatini ko'rib yuring deymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ikki dunyo baxti saodat tilab qolamiz. Bugun siz uchun mana shunday ajoyib tabriklar, chiroyli syurprizlarni kimlar uyushtirgan deb o'ylaysiz? Topa olasizmi? Qaysi biri bo'lishi mumkin? O'zingiz ayting taxminlaringizni. Albatta bugun sizni barcha farzandlaringiz nomidan tabriklayapmiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bora qarsakli onajoningiz uchun. Umringiz uzoq bo'lsin. Albatta bugun sizni birinchi galda uzoqda yurgan Iroda qizingiz, Bahodir kuyovlaringiz nomidan, Feruza qizingiz, Quvondi, Qudrat o'g'illaringiz nomidan, Rahima keliningiz, Oybek kuyovlaringiz nomidan tabriklayapmiz. Bugun siz uchun eng chiroyli, eng go'zal tilaklarni yo'llamoqda farzandlaringiz. Bugun bizni jannatimizni, bizning onajonimiz tavallud temlari qattiq yaxshi ko'ramiz ularni. Biz farzandlarning baxtiga hamisha sog' salomat yursin, umrlari uzoq bo'lsin, dunyo turguncha tursin, bizani eng go'zal kunlarimizda, baxtli yordamlarimizda bizani yonimizda boshimiz bo'lib yursinlar onajonimiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Biz farzandlar uchun kecha-yu kunduz tinim bilmasdan mehnat qilgan, biz farzandlarga umrini baxshida qilgan inson bizning onajonimiz. Katta rahmat aytamiz. Biz farzandlar qancha rahmat aytsak ham kamdek tuyuladi. Ular oldida biz farzandlar butun umr qarzdormiz. Bizga bergan chiroyli tarbiyasi, bizni qilgan duosi tillolarga yetir. Doim bizning yonimizda tursinlar. Doim bizani qo'llab-quvvatlab duoimiz bo'lib tursinlar degan sizni tabriklamoqda. Tavallud temlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin deymiz. Muhabbatdan so'z ochsangiz, onadan boshlang. Chunki onasini sevmaydigan farzandning muhabbati yolg'on bo'ladi. Onajon, siz aytib bo'lmas, ta'riflab bo'lmas muhabbatsiz. Sizning mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi onajon, to'xtamaydigan, kamaymaydigan mehr. Yo'q adashdim. Sizning mehringiz poyoni yo'q ummonga o'xshaydi onajon. Go'zalim. Sizni nega yaxshi ko'raman bilasizmi? Chunki siz go'zallar ichra xushro'yimsiz. Odamlarning hammasi barcha soddiysiz, siz qalbim malhamisiz. Sizlaringiz muborak bo'lsin deymiz. Bugun farzandlaringiz siz uchun eng go'zal niyatlarni yo'llamoqda. Aytibdilarki, bugun onajonimiz tavsiyalari ularni hammadan ko'p xursand bo'lamiz. Chunki bizning yoshlikda tavalludlarimizni eng chiroyli tarzda, eng go'zal tarzda o'tkazganlar. Bizani hech kimdan kam qilmasdan, chiroyli tarbiyalar bilan, o'zi yemasdan bizga bergan, o'zi kiymasdan bizga kiydirgan onajonimiz doim baxtimizga salomat yursin. Doim biz farzandlar haqida qayg'uradigan, o'zini eng oxirgi o'ringa qo'ysa ham, doim biz farzandlarni birinchi o'ringa qo'yadigan inson bizni onamiz. Biz katta bo'lganimiz sari ko'proq ularni qadriga yetyapmiz. Chunki o'zimiz farzandli bo'ldik, farzand tarbiyasini o'rganyapmiz. Onajon, sizga rahmat. Doim biz farzandlarni asrab-avaylab, chiroyli tarbiyalar bilan doim biz haqimizda qayg'urib katta qilganliklaringiz uchun rahmat aytamiz. Bizga hech kimda yo'q mehrni berganingiz uchun rahmat aytamiz. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga hamisha salomat yuring deya sizni tabriklamoqda va farzandlaringiz nomidan chiroyli she'rlarimiz bor siz uchun. Ruxsatingiz bilan o'qib eshittiramiz. Marhamat. Poyingizga bosh qo'yib bugun ko'nglingizni olaman ona. Har narsadan qo'yib men ustun, sizni yaxshi ko'raman ona. Dard yo'qlasa uxlolmaysiz hech. Ming bor yig'lab kulolmaysiz hech. Aytay bugun bo'lmasidan kech. Sizni yaxshi ko'raman ona.
Beşte bo'lsa o'rni bor deysiz, har kun tashvish g'amimiz deysiz. Sizsiz dunyo biz uchun nursiz, sizni yaxshi ko'ramiz ona. Boshim qo'yay bugun xoku poyingizga. Qalbim to'la mehr daryo soyingizga. Mehribonim, tanhogina jonim, boringizga shukr ona, boringizga. Baxtim sizsiz ne qilay men xumolarni. Rostligimsiz yuzi qursin ro'yolarni. Allangizga alishmasman dunyolarni. Boringizga shukr ona, boringizga deya sizni tabriklayapti. Tabriklaymiz yana biz bor. Umringiz bo'lsin, salomat bo'ling. Kutganmingiz o'z tabriklarni mana shunday chiroyli syurprizni. Farzandlaringizga tilaklaringiz bo'lsa aytib qo'yasizmi? Marhamat, mikrofon sizga beramiz. Rahmet, farzandlarimne hemmemesine rahmet, ömürleri uzak olsun. Bunların farzandlarinden şimdi izazlarını kuturguyla Kudayım. Hecana ol kurtulmaklarını Allah'tan Kudayım sorak kalamaz Kudayım nasip eyleyin. Hemmesine mik rahmet. Rahmat ketigan, sog' bo'ling, salomat bo'ling, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Necha yoshga kirdingiz o'zi? 18 mi? Hamisha mana shunday yosharib, go'zal bo'lib sizga tilakdoshmiz, umringiz uzoq bo'lsin. Tabriklaymiz yana bir bora va endi onajonlarimizdan ham go'zal niyatlarni qabul qilsak, marhamat. Bugun chiqqanimiz bilan yaxshi kun o'tirdik, yana mehmonlar ozgina netdilar, ishlar bo'yicha ko'plik edik, lekin hammamiz tabrikladik, ko'nglimizdagi gaplarni aytdik. Yine bu o'ylamagan yerda bilmayman qolgan ekan, xursand bo'ldi. Bizlar ham shunday farzandlar, bizlar ham shunday farzandlarimiz bizlarni havasimiz keldi doğrusu. Sağlık, salomatlik, umringiz uzoq bo'lsin chiqan. Do'stim, hamkasbim, mehribonim, O'g'iljonay, hajana, hajilik maqomingiz muborak bo'lsin. Shu ana doğan vaqtingizda, shu turmush qurgan vaqtingizda maktabdan birgamiz. Nechik pog'onalarni o'tgan bo'lsangiz, hammasini birgalikda o'tdik. Nechik qiyinchiliklar bilan bularni tarbiyalagan bo'lsangiz, shularni hamma yaningizda bo'ldik. Do'stim, shu tadbirkorlikni boshlayman deb ketgan vaqtini hech qachon esimdan chiqarmayman. Yo'q chiqan, men dedi shuni ishni etmasam bo'lmaydi. Axir shuni yaxshi ishlaysiz, hamma hurmat etadi. Desam ham shu bolalar uchun, oilasi uchun o'zini shunday kunaqlara solib, kechasi kunduzi erta bilan tongda turib, shularni boqish uchun harakat qildilar, voyaga yetkazdilar, o'qitdilar, inaxojani maqomlarini birgalikda oldilar. Do'stim, shu mehnatlaringizni rohati deb o'ylayman. Xudoyim bundan ham ko'pini ko'rgaysiz. Gelinlaringiz ham shu qizlaringizni xatarında yuribdi. Gelinlaringizda yana cho'liqlarni ham ko'rdingiz. Xudoyim yo'liqlarni ham ko'rish nasib etgay, Xudoyim. Endi bundan keyingi hayotingiz hech qachon qisinish, muammo bo'lmag'ay. Hamma vaqt shuningdek yaxshi niyatlar bilan, yaxshi tilaklar bilan qizlaringiz, nevaralaringiz hurmatida mukarram, ardog'li, bo'yjon bo'lib qolg'is, Xudoyim. Ming aylaringizdan shu hamma gelinlariniz bilan davrangizda, uyingizda sizni tug'ilgan kuningizni deb kutib olar edik. Shuni katta davralar bilan yana tabriklab o'tish lozim nasib etgan. Bizler 72. yıldan bana şu Oğulcan bilen birgemiz. 50 yıldan aşıptı. Şundan bana birbirimizni bilemiz, danimiz. Saparvayını dilimize almayı ötsek bulmaydı. Hocayını. Şundan bir acayip insan ediler. Balalar için, bu kızlar için, eyalı için şundan bir can köydürgen bir insan edi. Şunun din insanı ben bilmeymen. Şu bilen hayat geçirdiğine, başka rayondan gelip şuna turmuşa çıktı, balalarını doğdu, kızlarını doğdu, birbirimizle hemmemiz danimiz bir işledik. Hudayım indir şu yaşını görüp de yine bir şunday yaşını Allah Teala beriyey. Balalarım, kızlarım üz öğünde kuşkarları bilen koşa karrıp balalarının rahatını görsün. Oğulcanım, ecenemiz şulanı baktına taktına süyenip
Hemişe yakşı günlerini görsün. Toylar bulsun ailelerinde. Tinçlik bulsun. Dolup taşıp oynap gürüp yürüyeyle Hudayım. Halım ağayla. Hemişe yakşı günlerde bir yer uçraşa vergeyimiz balam. Bu hep olacakken ben epkem dimen. Başta apam bile işleyen. Kim beni bile işledi? Apamı görüyorsunuz. Kimden bile işlediniz. Kudanın belli yaşına görüyorsunuz. Kudayım. Bazılarınızın rahatını görüyorsunuz. Sağ olun Kudayım. Rahmat yetikon, salomat bo'ling. Tabriklaymiz yana bir bora. Odatda bunu kutmagandim deyapsiz. Ham bitta onalarimiz kutmaydi o'z farzandlaridan. Hamma yaxshiliklarni qiladi-yu, farzandlaridan hech narsa kutmaydigan, hech narsa so'ramaydigan insonlar bizning onalarimiz bo'ladi. Umrlari uzoq bo'lsin. Yana bir bora tabriklaymiz. Marhamat, qizlari tabriklab qo'ysalar. Cennetten ana tebriklimen. Biz uzak olsa gene de rahmet bize de şimdi boya getirgeniz için hemmemiz minnen bir razımız. Biz uzak olsan sağamayı gis bize vaktimiz aylayım. Çolukların küpünü görüp oturduk silayım. Kızımıza yapsak Şu derelerinizde hem mahfecenelerimiz yine şu köpek hemişe yürgeçlerden yürgeçleylayım. Ağayalarım namından, epkem, Bahadıram namından, farzandlarımız namından tebrikliyimiz. İlahım kette haclara barab oturgay silayım. Farzandlarınız bilen ilahim. Amin. Rahmet sizlere. Sağama yürgisiz. Ağayalarım da hemen sağama yürgisiz. Rahmat yetikon. Ana endi bu yog'iga o'ynaymiz, yig'lamaymiz, o'ynaymiz hammamiz, kulamiz. Sizlar uchun qo'shiqlarimiz bo'ladi, marhamat. Birge ötken yılı ayın eğitsin. Oy dereke gül bir çekti.
rahmat ketdigan barchangizni minnatdorchilik bildirib qo'yamiz. Onajon tavlidingizdan muborak bo'lsin, umr bora. Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday go'zal va fayzli davrlarda qulishlarini ko'plarini ko'rib bizga tilakdoshimiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Ushbu fayzli kunda xizmatingizda Yangi bozor tumani Orzu jamoasi xodimlari bo'lish e'tibor uchun tashakkur. Sog' bo'ling. Rahmat.